Savol. Assalomu alaykum ustoz. Turkiyada turk vatandaşlığı bar turib, uyi bo'lsin bo'lmasin normal yashayotgan bir kishining Yevropaga berib, "Men turk vatandashi emas" deb va boshqa masalalarda yolg'on guvohlik berib panohlik tilishi va yordam puli olib oilasini qamdishi to'g'rimi? Yana yaqinqi vaqtlarda Kanadaga apirish qatorliq masalalar chiqyotidi. Bu masalalarga ayrim holda dinimizda qanday hukmlar bor? Alloh rozi bo'lsin ustoz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yevropaga berib joylashish haqida ayrim yozilgan mono fatvoga murojaat qiling. Turk vatandaşlığı bar turib, "Men turk vatandaşı emas" desa, yolg'on aytgan bo'ladi. Boshqa masalalarda ham yolg'on guvohlik berilsa, yolg'on guvohlik bo'ladi. Panohlik tilaganda nupus bergan va quchoq ochgan Turkiya davlatini o'rinsiz qaralashmi yo'q emas. Bular sal qariladigan gunohlar emas. Kafirlardan yordam pul olib, oilasini qamdishi zaruriyat topilmagan ahvolda o'zini va millatini xor qilganlik bo'ladi. Musulmonning o'zini va millatini xor o'ringa tushirishi islomni zedilashga olib boradigan nachar qilmish bo'lib, islomda hech bir musulmonning xorliq yo'li bilan jon boqishi va paravonlik turmush uchun milliy va diniy obrazini setishi to'g'ri ko'rilmaydi. Kanadaga berishdimi turk vatandaşlığını yoshirish, yolg'on aytish va ishlayoladigan turib ishlamay yordam olish qatorliqlarda hukm o'xshash. Uning ustiga turk vatandaşlığını yoshirib, hech yerning nupusi bo'lmagan Kanadaga berishga sharti to'shadiganlarning o'rnini egallab olishmi obdan ish emas. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah.